Bugun sizlar bilan Turkiya yangilanishda keladigan 416 ni birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoga bitta like bilan obunani bosib qo'ying, bo'lmasa ketdi. Ko'rishimiz mumkin 416 mizni ikkinchi levelida lootdan shunaqa effekt, bombasini effekti mana bunaqa, hammaga yoqadigan killchat effekti mana bunaqa ovozli chiqarkan, ili kattagina bo'lib, chiroyli, вообще zo'r chiqibdi. 5-levelida effekt papadaniyasi, ili headshot berganda boshqacha ovoz, otganda boshqacha ovozlar bo'lib, xuddi oldingi kelgan AUK'ga o'xshashib ketarkan. 6-levelida qurolni orqaga olganinglardagi effekti. Bu 416 sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, lekin menga yoqdi. Bugun sizlar bilan Turkiya yangilanishda keladigan 416 ni birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoga bitta like bilan obunani bosib qo'ying, bo'lmasa ketdi. Ko'rishimiz mumkin 416 mizni ikkinchi levelida lootdan shunaqa effekt, bombasini effekti mana bunaqa, hammaga yoqadigan killchat effekti mana bunaqa ovozli chiqarkan, ili kattagina bo'lib, chiroyli, вообще zo'r chiqibdi. 5-levelida effekt papadaniyasi, ili headshot berganda boshqacha ovoz, otganda boshqacha ovozlar bo'lib, xuddi oldingi kelgan AUK'ga o'xshashib ketarkan. 6-levelida qurolni orqaga olganinglardagi effekti. Bu 416 sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, lekin menga yoqdi.